Assalomu alaykum, hurmaylar, yaxshimisizlar, charchamoqsizlar, hamma tinchmi? Xo'sh, bugun sizlar bilan biz nima haqida gaplashamiz? Pagurchukga bir qismi bo'lgan haqida gaplashamiz. Ya'ni nima desak bo'ladi? O'pkasi deb aytaylik. O'pkasi deylik. O'pkasiga chang yig'ilib ketgan. Ko'rasizlarmi? Bu o'pka. Changga qaranglar. Ko'rdinglarmi? Har kun tozalanadi, no baribir. Endi ko'rasizlar ahvolni. Changga shu ahvolda. Va o'pkani idishi ichi mana. O'pkasini filtri. Ichida balachasi bor mana. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Balachasi tozaroq har holda. Hashkela shuni ham olib ko'raylik. Bu toza. Ustidigini o'zini almashtirish kerak. Bu yangi turibdi hali, yangidek. Xo'p, yana ichiga solib qo'yatdi do'stlar, keyin olaman-da, hozir men bir o'zimman-ku. Buni yaxshilab tozalayman hozir. Yaxshilab tozalab, keyin joy-joyiga qo'yamiz yana. Endi men bir o'zimman, tozalayotgan joylarni ola olmayman, chunki hozir ikkita qo'lim ham chang bo'ladi. Tozalash jarayonlarini endi paka mashinani ko'rsatib turamiz. Shogirdlar yo'q, shogirdlar bo'lsa-ku, shogirdlar yordamchilar olib tursak-ku, biz ish qilsak, ha? Endi Xudo xolasa bo'lib qoladi bunisi ham. Bismillah, endi qaranglar. Hozir mana bu yerda ozgina kufullatamiz, pishirlatamiz, ya'ni havo beramiz. Yo'q, bismillah chiqib olamiz. Balonga oyog'imni qo'yib olasizlar. Endi har kim har xil-da. Men endi kichkinagina bo'lganim uchun mana shu teshikdan kirib ketaveramiz. Kapotni eshikchasi bu mana. Bu yerga kiramiz. Ichini ko'rasizlar, changini. Ko'rdinglarmi? Changi qaranglar. Buni ko'rgan odam voho deydi. Bilmaganlar tozalamas ekanda deb o'ylaydi. Lekin har kuni pashti shunaqa chang tushadi. Endi bundan buyog'iga chang ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi, buni bilasizlar. Chunki yoz kelyapti, turpoqlar hamma joy quruq bo'ladi. Boshladik. Qani, kamerani ichkariga kirgizamiz. Hozir to'xtaylar, men anaqani havoni yoqmadimi aytmoqchi. Hozir. Pastga tushamiz uchun va havoni ham pagurchiga orqasida havo bacho'gi bor mana. Mana yerda mana kranlikcha bor. Shuni surib olasizlar, bo'ldi tamom. Ochiladi. O'zimiz vodoprovod kranligi, gaz kranliklarga o'xshagan. Hozirga chiqayotganlardek. Faqat kichkinasi. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'yni bo'lsa qaramay tursin. Changga qo'yni yo'qlar. Nimalar? Yuragi bo'lsa qaramay turinglar, iltimos. Hozir asa changida burninglarni yopinglar, maska taqib olinglar, iltimos. Changi chiqsin qaraylar. To'xtatib turamiz, endi tushib olamiz. Hozir. Yo'q, bismillah. Endi azizlar, mana bu krishkasi bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Krishkasi bo'ladi bu. Filtr krishkasi. Buni ham albatta oxirida qoqib tozalab qo'yib yuboriladi. Qoqmasa bo'lmaydi-da. Chang tushmaydi. Bilasizlar o'zingizlar. Chang ko'rdinglar hozir ahvolini. Sog' bo'lasizlar. Filtrni ko'rsatdik mana. Hali pagurchiga obzor davomida hali keyin-sekin yana tushuntirishlar berib boraveramiz. Sog' bo'lasizlar. Bu gap bo'lsa aloqa ichib ko'rasizlar. Okay.